Chorsuvni kalpatridan yeb ko'rgansiz-u, ammo tayyorlab ko'rmagansiz. Eng oson uslubda retsepti taqdim etaman. Tuzli suv qilib olib tog'orachaga quyib, ketidan eritilgan qo'y yog'ini quyamiz. Eng mazali ta'mni beruvchi akluning tabiiy sariyolaridan qo'shib aralashtiramiz. Aralashmaning ustidan un, dro'sh solib, o'rtacha qattiqlikdagi xamirlarni qorib olib, keyin ustidan yong'oqlarni sovolamiz. Sizlarga eng kerakli ma'lumotni aytib o'tmanman. Aklu bu oddiy sariyog' emas, bu tabiatning eng sof hadyasi. Har bir bo'lagi sizga haqiqiy lazzat va foyda olib keladi. Aklu yog'i uchun konservantlar yoki palma yog'idan foydalanishmaydi. Faqatgina sof qaymoqdan foydalanishadi. Sof ta'm va sof zavq beradi. Jajji kichkintoylarimiz uchun immunitetni mustahkamlaydi. Ko'z va miya uchun juda ham foydali. Suyak va tishlarini mustahkamlaydi. Ovqat hazmini yaxshilaydi. Bolalar rivojlanishi uchun juda ham zarur. Ko'rib turganingizdek nonchalarimizga shakl berib olib, vilkadan chakich usulida foydalaning. 150-180 gradusda 1,5-2 soat davomida pishib chiqdi. Bay. Buni ranglarini, ko'rinishlarini, kumur-kumurligini qaranglar. Aklu tabiiy va foydali sariyog'dan foydalanib, oila a'zolaringizga tayyorlab beringlar.